2025-yil 21-may holatiga rahbarimiz holati. Shoxlash vazalari yaxshi shoxlayapti. Bir 2-3 kunda shala ko'rsatib qolsa kerak. Ekilganiga 45 kun bo'ldi. Anguzal agroservis biyog'otlar bilan ishlayapmiz. 2 marta sepdik, 3-inchisiga harakatdamiz. Xudo xohlasa 25-kunlar sepamiz. Shu holatda 78 Xitoy urug'imiz. Barakasini bersin. Chigit kelganlarga ham, biyog'ot yetkazib berayotganlarga ham rahmat. Nihoyatda chiroyli ketyapti. Umumiy ko'rinish.